Xullas, akalar, kaskalarimizni har xil modellari bizda sotuvda mavjud. Hozir kaskalarimizni mana 150 ming so'mlisi bor. Mana bu yerda esa 320 ming so'm. Akalar, shularda 280 ming so'mdan O'zbekiston Rossiya hududiga dastlabki xizmatlarni ichida qilib beramiz. Bo'yinga taqadigan joylari, ichida materiallari ham o'ta zo'r. Kaskani endi boshda turishini video qilib berolmayman, chunki videoda qo'limda turibdi. Bundan tashqari bu modellari bor. Bu modellari ham 350 ming so'm. Buni ham dastlabkilari ichida. Bu modellari esa 450 ming so'm. Bizcha yo'l yo'riqlarini qilib beramiz. 450 ming, 420 ming so'm qilib beraveramiz. Bundan tashqari bu jog' ochiladigan modellarimiz bor. Bu modellarimizning narxi где-то 600 ming 700 ming atrofida. Buni narxini sizlarga 550 ming so'mdan baraka qilib olaveramiz. Bundan tashqari bu modellari bor mana. Bu modellarni mana 560 ming ekan, 500 ming so'mdan qilib beramiz mana. O'ta mo'shni, kallada turishlari ham. Bularda razmerlari bor. Kallasi katta odamlar uchun juda chiroyli bu. Bundan tashqari aytana zodagonlarniki bor mana 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 800 ming so'm. Bunisini ko'rsa endi omandan bonus yo'qdi. Mana. Qimmat narsa baribir qimmat ekan. Ha. Baykingizni ko'rsa bo'ladimi? Ha, olishar ekan. Qarada qiziqadi bilmayman. Ha, bo'pti. Hoppa, turishlarni qaranglar, vashchi. Svetlari ham neobычный. Bunga qaranglar, ichlarida pechatlarigacha bor bunda. Bundan tashqari kask uchun tayyor qo'yilgan manekenda bunaqangi mikrofonlar, bunaqangi aynaklar, aynak ichiga laminatlar ham sotuvda bor. Bunaqangi kiyimlarimiz ham sotuvda bor. Streshlar o'rab berganmiz chiroyli qilib. Bundan tashqari skuterga ehtiyot qism, diska kerakmi, amortizatorlar kerakmi, korpuslari kerakmi, kameralari kerakmi, balonlari kerakmi, miyalari kerakmi, ehtiyot qism har bitta detallari sotuvda o'zimizdan xarid qilsalaring bo'ladi. Reduktor, motorlar, akkumulyatorlar, balon razmerlar, miyalarda eng muhimi sizda 5 talik akkumulyator bo'lsa, bu akkumulyatorda 6 talik qilib tezligini ko'proq hamda kilometrni ko'proq yurmoqchi bo'lsangiz, unga ehtiyot qismlarimiz sotuvda bor. Birinchi kerak bo'ladigan narsa akkumulyator olasiz. 5 talik bo'lsa, bitta akkumulyator olasiz, 6 talik bo'ladi. Uni to'ydirish uchun zaryadchiga olasiz. Keyin uni ko'tarish uchun обязательно miya olasiz. Miyalarimiz narxi где-то 800 ming so'm bo'ladi. Akkumulyatorning narxi 30 dollar, 25 dollar bo'ladi. Ya'ni 380 ming so'm hamda 325 ming. Xullas, ag'i-bag'i 120 dollar yon verdi, rasxod qilasiz, ammo tezligiga ham, kilometrizga ham qo'shiladi. Bundan tashqari ehtiyot qismlar, vilkalari mana bu yerda reduktorlari bor. Mana reduktorlarimiz 6 ta tishlisi bor, keyin 18 talik tishlisi bor. Narxlari esa bizda bir xil, lekin 6 talik bozorlarda qimmatroq yuradi. Mana reduktorlarimiz. Xo'p, undan keyin palauslarimiz bor. Palauslarning har xil razmerlari, metrajlilari bor. Bemalol necha santimetrlik kerak bo'lsa yozaverasizlar. Mana korpuslarimiz tashqari mana plastmassa ehtiyot qismlar, oyoq polilari, поворотниклар, ehtiyot qismlari, mana bunaqa plastmassalar, old korpuslar. Qanaqa korpuslar kerak bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Orqa fonarlarimiz mana, tablolarimiz, bu yerda rol windowslar, oldi o'q, troslarimiz, egarlarimiz, pavorotlarimiz. Oldi fonar. Kimga qanaqangi ehtiyot qism kerak bo'lsa bemalol yozaverasiz, ishlab bitiramiz.